Qur'on va hadislarda e'tiqodga doir oyatlarni tushunishda ahli sunna va jamoaning usuli. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah, ammo ba'd. Qur'on va hadislarda e'tiqodga doir oyatlarni tushunishda ahli sunna va jamoa birinchi bo'lib ta'vilni va boshqa narsalarni kiritmadilar. Ta'vilni va oyatning zohirini mahkam ushlab olishlikka qarshi bo'ldilar. Har bir hadis, har bir oyatda mutashobih oyatlar, mutashobih hadislar kelgan paytida ular uning ma'nosini Allohga topshirib, xuddi shunday kelganicha biz qabul qilamiz deb aytib o'tdilar ular. Ahli sunna va jamoa ulamolari. Ya'ni bizning to'rtala mazhab boshimiz va undan keyin sahobalar va ulug' tobiinlar, ular ahli sunna va jamoa deb ataladi. Qur'on va hadisni tushunishda ular Allohning gapini olib summastawa alal arsh deyilsa, misol, so'ng Alloh arshga istivo qildi deb aytilsa, bu borada hech qanday bosh og'riqqa kirmaganlar. Biron bir ta'vilga ham, oyatni zohirini mahkam tutishlikka ham hech qanday ehtiyojini sezmaganlar. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga o'rgatgan edilarki, Allohni xalqi, mahluqlari to'g'risida fikrlanglar. Ya'ni tafakkaru fi xalqillah va la tafakkaru fi zotillah deganlar. Allohning mahluqlari haqida fikrlanglar va Allohning zoti haqida fikrlamanglar deganlar, adashib ketasizlar deganlar. Allohning mahluqotlari haqida fikrlashga buyurildik. Koinot bo'lsin, yer bo'lsin, odam bo'lsin, mahluqlar bo'lsin, bular haqida ko'p fikrlab, Allohni bularning yaratganligiga qoyil qolishlikka biz buyurildik. Odamlarni misol qancha fikrlab, odamlarni yaratilishligi, ulardagi a'zolarning ishlashligi va ularga imkon qadar shu a'zolar kasal bo'lsa davolashlik, butun koinotlarni o'rganib chiqib, undagi narsalarni o'z o'rniga qo'yishlik, bular fanda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Mana shu narsaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni buyurdilar. Ya'ni dunyoviy narsalarni, dunyoviy fanlarni o'rganib, shu dunyoviy fanlarni rivojlantirishlik kechalari bilan namoz o'qishlikdan ko'ra afzal dedi ulamolar. Chunki kechalari bilan tahajjudda namoz o'qisa, kunduzlari bilan tasbih aytsa, u aytgan kishining o'zigagina foyda xolos. Ammo dunyo ishlarini rivojlantirsa, misol meditsina borasida rivojlantirib, odamlarni kasallarni davolashga kuch qaratsa, bu butun bir jamiyatga manfaat tegadi. O'ziga tekkan manfaatdan ko'ra butun jamiyatga, insonlarga tegadigan manfaatini, ajr mukofotini nihoyatda katta deb belgiladilar. Ibn Sinoni olaylik, tibbiyot masalasini qanchalik rivojlantirdi. Uning qiyomatgacha bo'lgan atbolari, ya'ni ergashgan kishilari tibbiyot masalasida hozirgacha Yevropada Ibn Sinoning kitobini o'qib, yodlab chiqmasa, tibbiyot ilmiga kira ololmas ekan. Shunchalik kuchli tibbiyot ilmiga qo'l solgan Ibn Sino qiyomatgacha ergashgan kishilar qanchalik odamlarga manfaat tegsa, o'sha savobini ham Ibn Sinoga atab Alloh taolo berib turadi. Shunchalik odamlarga rivoj bo'lishlikka katta imkoniyat berildi. Alloh haq subhanahu va taolo Allohning mahluqlari haqida fikrlashga buyurdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham buyurdilar va Alloh to'g'risida, Allohning zoti to'g'risida fikrlashga buyurmadilar. Va la tafakkaru fi zotillah, Allohning zoti haqida fikrlamanglar dedilar. Bu to'g'risida sahobalar yaxshi tushunganligidan ular Alloh to'g'risida fikrlashdan to'xtadilar. Qur'oni Karim va hadis sharifda kelgan barcha oyatlarga shundayligicha ular ergashdilar. Alloh taolo misol yadullohi fawqa aydihim desa, Allohning qo'li sahobalarning qo'llaridan, ularning qo'llaridan ustun desa oyatda, mana shu oyatga amal qilib ketaverdilar. Demak, Allohda qo'l bor ekan, bu qo'l haqiqiy ekan, qo'lda ma'no bor ekan, ma'nosini biz bilamiz degan da'volardan uzoq bo'ldilar. Islom ulamolari ahli sunna va jamoa Qur'on va hadisni ta'vil qilishdan ham uzoq bo'ldilar. Keyinchalik Mu'tazilalar, mujassimalar, firqalar juda ko'payib ketdi. 72 firqa chiqib, islomni har tomonlarga burib tashlavergandan keyin, keyingi ulamolar, taba tobiinlar va ulardan keyingilar ilmi kalomni ishlab chiqdilarda, kalom borasida ilm mana shu bo'ladi deb sahobalar va tobiinlarni ilmiga
yuzlantirdilar. Mana shunday qilib Qur'on va hadislar to'g'risidagi uslublari shu asnoda bo'lgan edilar.